Har bir ota-onadan qiyomat kuni farzandini ustida so'raladi. Har bir ota-onadan qiyomat kuni farzandini ustida javob beradi. Xoh u qiz bo'lsin, xoh u o'g'il bo'lsin. Kompyuterxonada kompyuter o'ynab, sigaret chekib, kalang chekib, bilyard o'ynab, nima bu ahvol? Biz musulmonmizmi? La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh davomizmi? Amalimiz ham shunga muvofiq bo'lsin, birodarlar. Siz mana bu yerda jumada o'tirsangiz, birinchi safida birinchi bo'lib kelib o'tirsangiz, lekin qizlaringiz ochiq-sochiq yursa, farzandlaringiz kompyuter yursa, bu nima degani? Ahvol nima bo'ladi? Siz erta soat 12 dan jumaga kelib olmasdan, soat 1 ga yaqin keling, mayli. Lekin farzandlaringizni to'g'ri yo'lga boshlab qo'ying. Ana shu ketkizgan vaqtingizga qiyomat kuni ajr olasiz. Mayli bu dunyoda asabingiz ketar, mayli bu dunyoda siqilarsiz, sochlaringiz oqarar, lekin qiyomat kuni ajrini olasiz. Ajri nimadan bo'ladi? Bu jannat bilan bo'ladi.